Sizlarga Toshkent viloyati Nurafshon shahridan, ya'ni mikrorayondan biznesingiz uchun shunaqa kattagina bino topib qo'ydim. Xullas, kvadrat narxlari $6 so'rashyapti. Yana ancha kelishadigan, baraka qiladigan joylari bor. Mana lokatsiya yo'lda ustida joylashgan. Qizil magazin desa ko'pchilik bilishadi. Mana shundan mana bu joydagi bino. Bu yerda masjid bor, maktab, hamma narsa yaqin joylashgan. Mana yo'l ustida qarang, qanaqa savlatli bo'lib turibdi. Sizlar esa bitta laykni bosib qo'yinglar. Men sekin obzorlarni qilib boshlayman. Qani bismillah. Birinchi etaj bilan sekin tanishtirib boraman. Qarang, oynalarni chiroyli qilib qo'yishgan. Kafellardan terib qo'yishgan. Topli pol hammasi. Mana birinchi etajimiz. Qarang. Mashalloh. 280 kvadrat ekan. Qarang. Mana shu joyga magazin qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga jo'natib qo'ysangiz ancha foydali bo'ladi. Ko'ros anchagina katta. Bu yoq tomonda mana sklati ham bor. Sizga sklati ham qo'shib beriladi. Mana bu tomonda yana bitta sklat. Faqat hozir bilasiz, svet yo'qligi sababli videoni yaxshi ola olmay qoldim. Xudo xolasa siz o'zingiz kelsangiz mana shunda ko'rib olsangiz bo'ladi rasmlarni ham. Bu yoq tomonda esa podvali bor. Podvali ham 180 kvadrat ekan. Mana podvaliga ham chiqamiz. Keyin hozir ikkinchi etajga chiqamiz. Hozir birinchi podvalni ko'rsatib olaylik. Mana podvali ham anchagina katta. Faqat svet yo'qligi sababli mutlaq hammasini yaxshi ko'rsata olmayapman. Bundan sizlardan ozgina uzr so'rayman. Xudo xolasa, agar shu yerda kelsangiz, nima deydi? Hozir videoda ko'rayotganingizdan ancha chiroyli. Xo'p, bismillah. Mana ikkinchi etaji. Mana bu yerda bu binoni polniy yuragi mana shu joyda joylashgan. Qarang. Bu yog'i bitta hojatxona ekan. Mana bitta hojatxonasi. Ketdi, mana ikkinchi etajga chiqishni boshlaymiz. Agar kimdir kafe qilmoqchi bo'lsa, kimdir agar ovqatlanadigan joyda rejalashtirayotgan bo'lsa, mana shu joy menimcha ideal deb o'ylayman. Qarang. Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi, mashalloh. Mana masjidda sizning logotipingiz turadi. Bu yerda mana qarang binoni. Xullas, mebellar hammasi tashlab ketiladi, kelishilib deydi. Mana bu yerda ham bitta hojatxonasi ham bor. Mana hojatxonasi. Mana ko'chani qarang. Qanaqa manzara bo'lib ko'rinib turibdi ko'chani ustida ham. Bu videoni srochniy tadbirkor akalarga, oshxona qilmoqchi, magazin qilmoqchi bo'lgan tadbirkor yaqinlarga jo'natib qo'ysangiz foydali bo'ladi. Ko'rasiz, bu tepani o'zi 300 kvadratdan ko'p ekan. Mana ko'rasiz joylarni. Hamma remontlarni zo'r qilib qo'yishgan. Qarang, kafellar, topli pol, mana bu yog'i. Bu yoq oshxona mana. Qarang. Oshxonalargacha yaxshi qilib, akkuratniy qilib qo'yishgan. Bemalol mana shu yerda yaxshi o'zingizni kafengizni ochib olsangiz, ancha baraka topib, mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Sizlar esa bitta laykni bosing. Yaqinlar, tanishlar, tadbirkorlarga shu videoni linkini olib tashab qo'ysangiz, ancha foydali, ancha manfaatli bo'ladi. Pastdagi raqami polniy kvadrati $6 dan beraman, ya'ni kelishib beraman deyaptilar. Bemalol murojaat qilib, shu yerda savdolashib, o'z biznesingizni boshlab olsangiz, ancha barakali, yaxshi, foydali joy bo'ladi inshaalloh.